Nima sababdan biza mana shunaqa sud bo'ladi, biza ayblanuvchiga aylanamiz? Chunki biza yillar davomida yo o'zimizni, yo boshqa insonlarni haq-nohaq ayblayotgan bo'lamiz. Hozir siz birinchi qiladigan ishingiz yozib oling. Kimlarni nimada ichingizda ayblayapsiz? Rostakamiga odamlarga chiqib ayblayapsiz. Mana shu qildi, u noto'g'ri qildi. Boya aytdingiz-ku, u shogird odam qilganda, kredit olganda, lekin mani boshimga qolib ketdi. Siz uni ayblayversangiz, sizga bu siz tashqariga ayblashni beryapsiz, sizni o'zingizga kelib uriladi, siz ayblanuvchi bo'lasiz. Bu joyda biror bir narsa noto'g'ri ketmagan. Men hamma masalan qamoqdagilar bilan, qamalib qolganlarning yaqinlari bilan ishlaganimda ham birinchi ayblovni olib tashlaymiz. U odam hech kimni, qo'shningizni ham biror bir narsada, ya'ni bu ishga aloqasi bo'lmagan odamlarni ham zinhor ayblashingiz kerak emas. Sizni lug'atingizdan, boshingizdan bundan buyog'iga hamma ayblanadigan o'y-xayollar ketishi kerak. Tushunarlimi?